Jaloliddin Masharipov. Zarba Brudol! Masharipov 7-daqiqada jarima zarbasini aniq ijro etdi va hisobni ochmoqda. Yangiobod mahallasida katta bo'lib, shu ko'chalarda changlarga bulaşib, shu og'asi Jamoliddin o'zini jo'ralari, dengdoshlari bilan to'p o'ynab, shu yerda katta bo'lgan. Bu futbolda tarih yarattılar futbolchilarimiz. Şu arasında O'zbekiston jamoasida qatnashgan mahallamiz farzandi Jaloliddin bilan faxrlanamiz. Bu bolaning motivatsiyasidan bizlar ruhlanib, hozir 70 yoshga kelgan bo'lsam, o'zi futbol o'ynab ketishim keladi. Kechakda shu yetmasam bu pata ketish patalarimiz ijobat bo'lib, sog'-omon, omad yashin. Yangiobod mahallasida Jaloliddin Masharovning o'rnini na o'ylama yaxshi deb hamma hurmat qiladi. Jaloliddindan, o'zlarimizdan, bizlar ham shu mahallamizni hurmat qilamiz. Mahalla qumlarimiz yana kelib aylanib suhbatlashib turamiz ko'p. Shu og'asi Jamoliddin o'zini jo'ralari, dengdoshlari bilan to'p o'ynab, shu yerda katta bo'lgan. Bizlar shu Jaloliddin o'g'limizdan faxrlanamiz, mahallamiz ham faxrlanadi. Biz vaqtlarimizda haqiqatan uncha uning bir sharoitlar bo'lmagan. Yana 2 dona karuch qo'yib, yana 2 karuch, yana 2 karuch qo'yib futbol o'ynar edik. Hozirgi yoshlarimiz bunday deb futbol o'ynaganini men hozirgi vaqtda ko'rmayman. To'g'risamdan, buning sharoitini qilib turgan mahallamiz faollarına katta rahmat deymiz. 10 ta ko'cha bo'lardi. Mahalla bizda futbol o'ynagan paytimizda men maktabga chiqishimdan oldin mahallamdagi katta bolalar mana kelib adamdan ruxsat so'rab olib ketishardi. Bizaga Jalolni berib turing. Bugun 4-mahalla bilan o'yinimiz bor. Bo'lmasa u bolalar mendan yoshi ancha katta bo'lardi. Xudo xolosa Jaloliddinning futbolistlar yurtimizdan deymiz, shu mahallamizdan shuningdek ko'p sportsmenlar hali chiqadi deb o'ylayman men.